Hozirda bizning rejamiz Avstraliyaga uchish va pound yetakchisi bo'lgan Volkanovski bilan jang uyushtirish. Qani buni uyushtiramiz. Men u kichkina yigitni ko'rmayapman. Qani olib keling menga. Bu jang dunyoda kim birinchi raqamli ekanligini ko'rsatadi. Qani ketdik. Sizga eng dahshatli janglarni, tarixiy lahzalarni eslatib keladigan kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hozir esa biz yondiramiz. Tayyormisiz? Ha do'stlar, bugun arenaga kim aslida dunyoda birinchi raqamli ekanligini bilib olish uchun yig'ilganmiz. Volkanovski va Islam Makhachev to'qnashuvi. Volkanovski hozirda pound yetakchisi hisoblanadi. Va u kutilmagan zarbalar bilan Islamni qiynab boshladi. Hamma o'rtadagi vazn farqi tufayli Volkanovskini juda ham oson raqib Islamga deb bilayotgandi, lekin birinchi raund Islam Makhachev kurashga kirishga majbur bo'layapti. Volkanovski tik oyoqda Islamni yeb tashlashga harakat qilyapti va mana bunday zarbalar bu Islam Makhachevni muvozanatdan ham chiqarishga ulgurdi. Va Islamni kuchi yetmayapti uni kurashga olishga, lekin shunchaki dahshat. Islamning ham texnikasiga qoyil, u boshqa dog'istonliklarga o'xshamaydi baribir. Buni ko'rimlilik jihatidan bu top boyes, top jangchi hisoblanadi. Uni haykiklariga e'tibor bering, juda go'zal. Muay Thaidan ham xabari bor. Kurashdan endi u super tikka jangda Volkanovski bilan teng jang qilyapti desam adashmagan bo'laman. Kurashda esa Volkanovskining kurashdan himoyalanishga faqat 5. 3-raundga kelib ham Islam uni bir tuzuk kurashga olib, parterga olib yota olmadi. Volkanovskida kuch qaynoq bo'lib, vulqon bo'lib otilyapti do'stlar. Jang eslatib o'taman Avstraliyada va butun tomoshabinlar deyarli Volkanovskini qo'llab-quvvatlayapti. Jang ham shunga yarasha yonyapti do'stlar. Chempionlik jangi bunday tavakkalga qurilmaydi aslida. Va nihoyat Islam Volkanovskini kurashga olaman deganda Volkanovski kurashga bermayapti. Qayerdan buncha kuch? Islam esa tik oyoqda ajoyib jang qilishini butun dunyoga jar solib isbotlayapti. 5-raundga kelib ham tempni qarang, tomosha qiling buni faqat. Islamda ozgina charchash bor, lekin bu kichkina yigit charchash nimaligini bilmarkan to'g'risi. Munosib jang, munosib raqiblar, munosib qarama-qarshilik. Bekorga bular dunyoning birinchi va ikkinchi raqamli jangchisi emas ekanligini yana bir bor isbotladi. Dana White maza qil, senga millionlar oqib kelmoqda axir. Volkanovski oxirida Islamni parterda ustidan turib zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Xo'p, Islam Makhachev